So'yib tashladi ayol. Nega so'yadi ayang? Bu yo'lga kirganingdan keyin qaytib chiqishing juda qiyin. Erga tegmanglar. Umuman tegmanglar. To'g'risi tegmanglar erga. Erga tegsanglar qiylanasizlar. Onang ham yosh bo'lsalar kerak a? 80-yil. 80-yil. Tushunadi, lekin onangiz yosh ekan singlim. Mana bo'lsa sizga keyin tushuntiraman. 2-3 kundan keyin. Oyingami? 2-3 kun yo'q bo'lib ketsa, ayol qidiruvga berib O'zi bugun boraman degan ekan, sen o'shada. Bugun ertalab telefon qilasiz. Bo'pti, telefon qilib, "Aya shuna bugun borolmayman. Ishim chiqib qoldi" deb qo'ymasam. Ishim chiqib qoldimi? Yo'q. Ish topdimda yoki haqiqatni ayt onangga. Ona baribir kechiradi. So'yib tashladi ayol. Nega so'yadi ayang? Farzand o'zi inson borku bir o'limga borib keladi tuqqunigacha. Qanaqa qilib o'z farzandini so'yadi? bunaqada Ota-ona borku hech qachon bolasiga yomonlikni ravo ko'rmaydi. Hech qachon da unaqa bo'lmaydi. oqqog'im deydi bolasini-da. Hammamiz ham onamizda misol uchun debdi. Onang ham yosh ekan hali. Balkim tushuntirib ko'r. Tushunadigan bo'lsa uyga kel qizim desa qaytib ketgan. Radioz bormi? Bo'pti, ishlayapman deyman, ish topdim. Nimaga nufsatda ishlayapman deyman. O'qishing nima bo'ladi endi? O'qiysizmi Ranjaduz? Nimaga o'qiyman? O'qishingdagilar xat yozaversa nima bo'ladi uyingdagilarga? Xat jo'natib yuborsa qizingiz o'qishga kelmayapti deb. har tomonlama o'ylab ko'r. Bu yo'lga kirganingdan keyin qaytib chiqishing juda qiyin. Juda. Pulni ketidan quvib ketaversan. Kamola. Kamola, ertalab Yaxshilab o'ylab ish ertalab qiling. o'ylab ko'r, hammasini o'ylab. Bu tomonlama, bu tomonlama o'ylab. Yo'q opa, halol ish qilaman. Menga boshqa ish top bering desang ham qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Yo'q, men ko'proq pul topishim kerak deydigan bo'lsang, men ertalab tilxat yozib berasan, mayli yurib ko'raverasan. Hech kim seni majburlamaydi. Opangga muammo kerak emas. Oddiy qizga o'xshaysan, qishloqlik qizsan. Qo'qonni qayerdan? Qishlog'idan. Mana vodiy to'yxonasida olib. Ey qizlar, sizlarga bitta gap aytaman. Aqlinglar bo'lsa-chi, erga tegmanglar. Umuman tegmanglar. To'g'risi tegmanglar erga. Erga tegsanglar qiylanasizlar. To'g'ri o'zi hozir ham teginglar kelmayapti, lekin baribir ham majburimizda tegmasak bo'lmaydi-da, anaqada, manaqada, yosh joydan qurib qolamizda demanglar, qiylanasizlar. Ayniqsa erkatoy qizlar rosa qiylanasizlar, oilalarda erka bo'lib o'sgan bo'lsanglar, вообще qiyin. Ko'rsat, qani ko'rsat. Telefonni basib tushir. O'rdan. To'xtama. To'xta Shodiya. Shu balamni ketishga rozimisan? Shu balamni ketishga tayyormisan? Qattiq gapir. Mana telefon eshitilsin. Ketyapman emas, ketishga rozimisan? Rozisan. Menga hech qanaqa shikoyating yo'qmi? Sardor da'vo qiladi. Sardordan da'vochiliging yo'q. Davosi yo'q aka. Yo'qmi? Davosi bo'lsa boku. Sardordan da'vochiliging yo'qmi? Qattiq ayt. Yo'q, ha. Bo'ldi ketaver. Bunga bo'la hay. Bo'ldi ketaver. Talog'ini birdan ber. Senga 3 taloq, 3 taloq, yana bir bor 3 taloq. Men senga bo'yin mashinada aytdim, 3 taloq nimaligini keyin bilasan deb. Kiyim kechagi nima sumkasi tushmaydi. Kiyim kechaklarni ham birdan olib ket. Paketga solib beringlar, ketdi. Kiyimlaringni ham olib ket. Talog'ini berdingizmi? Talog'ini berdim. Bo'ldi, kamerani o'chir. Bo'ldi, talog'ini berganmiz.